Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana navbatdagi qo'y qo'ramiz bitkazib chiqdik. Bu razmerlar bilan tanishtiradigan bo'lsak, razmerlari 4 metrga 1,5 metrlik bo'lgan. 5 ta qo'y sig'adigan qilib yasalganmiz. Bunga ishlatilgan materiallar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, materiallarni 3 kuch profil 1.7 stenada tepalariga yon taraflariga 3 qirralik profildan ishlatilgan. Bu konteyner profil emas. Xudo xolasa baquvvat chiqadi. Qo'yga ham, qo'raga ham ziyon yetmaydigan holatda bitib chiqadi. Hop, oxirlarini 1.8 listdan qo'yganmiz, qalin listdan. Xudo xolasa bemalol xizmat qilaveradigan materialdan bo'lgan. Razborka bo'ladi. Xudo xolasa yig'ib bir chekkaga olib yig'ishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kerak mahal yig'ib yana joylab qo'yadigan holatda bo'lgan. Pollariga keladigan bo'lsak, Sasnadan ishlatilgan pollariga 8 ga 3 lik bo'ladi. Qalinligi 3 sm, eniga 8 sm bo'lgan. Va bu qo'y qo'ramizni o'rtalarini olib, xohlasangiz splashni qilib yoki bir 3 taga, 4 taga qilib moslasangiz ham bo'ladi. Ochib yopilishlarini ham bir ko'rishingiz mumkin. Va xolasa juda yengil yopib ochiladi. Narxlari vodiy bo'ylab 5.500.000 so'mga dastavka qilib beriladi. Dastavkasini o'zim qilaman desangiz 5.500.000 so'mdan o'tib ham berilaveradi. Voha taraf boshqa viloyatlarga xudo xolasa dastavkasini kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Budjetli variant qo'y qo'ra so'raganlarga arzonroq variantdagisini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'y qo'ramiz razmerlari 2,5 metrga 1,5 metrlik bitgan. Bunga 4 ta qo'y bemalol sig'adi. O'rtasini olib qo'ysangiz 6 ta qo'y boqsangiz ham bo'ladi degan holatda. Buni ham ochilib yopilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bunisi razborka bo'lmaydi. Buni ham pollarini o'sha Sasnadan 8 uchlik yog'ochdan foydalanganmiz. Tepalariga o'sha qalin profildan 1.7 stenada 3 kuch profil ishlatilgan. Buni budjetli variantligining sababi oxirgi bochkadan razmeri kichkinaroqligi uchun shunaqa budjetli variantda chiqqan. Bu narxlarini 3.300.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Mana bunisi esa 1,5 metrga 1.40 lik bo'lgan. Bu ikkita qo'y uchun moslangan. Buni ham shu qo'llarini 3.8 lik yog'ochdan foydalanganmiz. Buni narxini vodiy bo'ylab 2 million so'mga yetkazib beramiz.